bugun yayraymiz, yashnaymiz, mazza qilib demak bugun davrada ishtirok etamiz. Azizlar, men yana bir aziz insonimizni taklif qilmoqchiman, ularni tanishtirmoqchiman sizlarga. Madaniyat va san'at ko'krak fidokori ko'krak nishoni sohibi Xurshid Sobirov ham shu yerda o'tiribdilar. Xurshid aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mana shu Show Patrul ko'rsatuvini muxlislari, barchalarga mana shu ulug' kunlarda yaxshi kayfiyat tilaymiz. Mana shu ustozlarimiz bilan birgalikda barchalarning qalblariga iliqlik, xush kayfiyat olib kirsak, o'zimizni bag'oyat xursand deb hisoblaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Xurshidbek o'zlari yosh bo'lishiga qaramasdan mana shuncha yigit qizlarimizga o'zlari bosh qosh bo'lib, mana bugun o'zlari studiyamizga olib kelib, ularni mana shu yerda saflab qo'ygan ekanlar. Sog' bo'ling, ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Azizlar, demak, mehmonlar bilan tanishib oldik. Menimcha sizni ham qalbingiz yengil hayajon bosdi va tezda qo'shiq shinavandalariga, ayniqsa Xorazm san'atiga oshibda bo'lgan qalblarga tezda xabar beringlar. Yoshlar telekanaliga qo'ysin va mana shu haligi nima deydi, san'at asarlaridan bahramand bo'lsin. Biz sizlarga ozgina imkoniyat beramiz. Bir piyola choy ichib, tanish bilishlarga qo'ng'iroq qilishga. Bizda qisqagina reklama, undan so'ng biz demak Xurshidbekning qo'shig'imiz bilan demak ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Demak, qisqagina reklama, ketib qolish yo'q. Show Patrul bugun bomba bo'ladi.